o'sha Instagramni portlatgan, o'z ifori bilan hammani hayratga solgan portajor atirini sizlarga aniqlab beraman. Ko'pchilikni savoliga bugun nuqta qo'yamiz. Ha, Faberlic kompaniyasining portajor atirini ikki xili bor. Bu degani poddelka yoki original degani emas. Bu Faberlic kompaniyasining prezidenti o'zini nikoh to'yi kuni ayoliga atab ishlab chiqargan parfum do'xi bo'ladi. Bu esa hamma ham bunaqa qimmat atirni xarid qila olmaydi va aynan mana shu do'xini parfumlashgan variantini kichkina korobkada ishlab chiqarilgan. Bu atirimiz yog'li atir bo'ladi. Bu atirdan farqi hidi, stoykisi ko'proq turadi. Hozir bu ikkalasini sizlarga ochaman, o'zingizlar ko'rasizlar. Bu atirimizni hidi kamida 10 kun sizda saqlanib qoladi va hozir shuning uchun ham Instagramda hammani bu atirimiz shokda qoldirgan. Kelinglar birgalikda ochamiz. Shunaqa neobычный korobkada mana maslinnisini qopqog'i oqishli bo'ladi va ichida albatta o'zini shunaqa taklifnomasi bo'ladi. Bu taklifnoma Nechayevning to'yiga taklif qilingan shirin tilaklari yozib qoldirilgan. Xo'p, endi bu kichkinasini ochib ko'rsataman. Ichida dokumenti bor atir faqat Faberlic'da bo'ladi. Korobkasi ham, ko'rinishi ham juda ham chiroyli, nozik did bilan ishlab chiqarilgan. Faberlic kompaniyasi asoschisi to'yiga bu atirni barcha to'yga kelgan mehmonlarga sovg'a qilgandan keyin kelgan mehmonlar bu qanaqa ifor deb qiziqib so'rashgan. Shundan keyin bu atirni sotuvga ham chiqarishgan. Ko'rib turganingizdek, bu portajor atirimizni parfumni vadasi, bu esa do'xisi. Buni ham ichida mana bu atirimizni ichida ham ko'rib turganingizdek mana dokumenti, shunaqa taklifnomasi bor. Bu atirimiznikida ham bor. Ikkalasi ham original, ikkalasini ham hidi bir xil. Farqi bu stoykisi balandroq, buniki sal kamroq. Agar sizga ham shu atirlarimizdan kerak bo'lsa, kommentariyaga atir so'zini yozib qoldiring.